Yosh kelin-kuyov to'ylarning ertasiga uyga kim kelsa ham eshikni ochmaslikka kelishib olishdi. Birinchi bo'lib kuyov tarafdan mehmonlar kelishdi. Kelganlar uning oilasidagilar edi. Er-xotin bir-birlariga qarab kelishuvni eslashdi va eshikni ochishmadi. Shu voqeadan biroz muddat o'tgach, kelinning uyidagilar eshik qoqib kelishdi. Er ayoliga qaradi. Qarasa, ayolning ko'zlaridan yoshlar oqardi. Kelishuvimiz esingdami? Mening uyimdagilar kelganda eshikni ochmagandik. Senikilar ham menikilardan ortiq emas. Ularga ham eshikni ochmaymiz, dedi. Ayol ko'z yoshlarini to'xtata olmay, "To'g'ri, lekin otam ostonada sarg'ayib turganlarida eshikni ochmaslik men uchun juda og'ir", dedi. Er jim qoldi. Keyin ishora qilib eshikni ochishga ruxsat berdi. Kelin turib ota-onasiga eshikni ochdi. Oradan yillar o'tdi. Alloh ularga 4 o'g'il berdi. 5-farzandlari esa qiz bo'ldi. Ota 5-farzandi tavalludidan juda quvondi va to'ylar qilib el-yurtga osh berdi. Yaqinlari undan "O'g'illaring tug'ilganda ham bunchalar xursand bo'lmaganding-a? Nega qizingga bunchalar suyunyapsan?" deb so'rashdi. Shunda ota "Chunki u mening eshik ochadigan qizim-da", degan ekan.